Ana xolos, Turkiyada 5 nafar o'zbekistonlik fuqaro 61 kilogramdan ortiq oltin bilan qo'lga olindi. Eng hayratlanarlisi shundaki, ular oltinni eritib, go'sht maydalagichlar ichiga yashirishgan. Ma'lum bo'lishicha, bu shaxslar oltinni Turkiya hududi orqali noqonuniy yo'llar bilan olib o'tmoqchi bo'lishgan. Ammo Istanbul aeroportida yuk tekshiruvi vaqtida metall detektorlar g'alati o'g'irlikni aniqlagan va xodimlar darhol tekshiruv o'tkazgan. Natijada oddiy maishiy texnika ichidan saf oltin bo'laklari topilgan. Ayni damda ushbu voqea bo'yicha tergov ishlari boshlangan, o'zbekistonliklarning kimligi va oltinning manbasi o'rganilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyada bunday miqdordagi oltinni noqonuniy olib o'tish jinoyat hisoblanadi va katta miqdorda jarima hamda qamoq jazosi bilan jazolanadi. Sizningcha, bu oltin qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Tasodifmi yoki yirik tarmoqning bir qismi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shunaqa sirli voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling, qo'llab-quvvatlang.